Marvel Comic Con'da yangi Qora Pantera, yangi Arvoh poygachi, yangi proyektlar, treylerlar va yana bir qancha ko'p narsalarni e'lon qildi va ko'rsatdi. Assalomu alaykum hammaga, siz MyFilm News kanaldasiz. Bugungi videoda sizlar bilan yaqinda bo'lgan Comic Con'ni to'liq tahlil qilamiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar, chunki har bir proyekt, har bir yangi narsa haqida to'liq gaplashamiz. Video juda ham qiziqarli bo'ladi. Shu uchun hozir videoga like bosib, kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying. Biz hammamiz uzoq kutgan o'sha orlar keldi. Ya'ni biz yana o'sha Qora Panterani ko'ramiz. Yana bir marta qaytaraman, biz hammamiz uzoq kutgan o'shalar keldi. Ya'ni biz Arvoh poygachini ko'ramiz. Bu ikki personaj Marvel olamidagi muxlislarning eng sevimlisi hisoblanadi va filmlari juda ham dahshatli. Qora Pantera filmi Absolute Cinema, Arvoh poygachi esa juda ham kuchli. Lekin bitta narsani bilib qo'yinglar, bu ikkisi Doomsday'da chiqmaydi, chunki ularning filmlari 2028-yilda chiqadi. Qora Pantera 3 2028-yil 15-dekabrda, Arvoh poygachi premyerasi 2028-yilda, lekin aniq sanasi yo'q. Filmdan nimalarni kutsak bo'ladi? Ikkisida ham yangi personajlar bo'lgani uchun albatta filmlari ko'proq o'sha personajga aylanishi, uni tushunishi, kuchlarini, mas'uliyatini, qobiliyatlarini tushunishi bilan bo'ladi va keyingi filmga ular haqiqiy qahramondek tayyor bo'lishadi. Qora Pantera 3 filmida katta ehtimol bilan yangi Qora Pantera bu eski Qora Panteraning o'g'li bo'ladi. Esingizda bo'lsa, uni bizga titrlardan keyingi sahnada ko'rsatishgandi. Bu meni fikrim, yana boshqacharoq bo'lishi ham mumkin. Xullas, filmda bizga yana bir Qora Pantera qissasini ko'rsatishadi. Arvoh poygachi filmi eski filmga o'xshashroq bo'ladi, lekin janglar va arvoh versiyasi ko'proq bo'ladi. Filmda bizga komikslardagi qanaqadir bitta voqeani ko'rsatiladi. Yevuz bilan bu filmlarga nima deyish ham bilmaysan, chunki ikkalasi ham omadli, kasbib bo'lib, barcha muxlislarga birdek yoqqan. Xullas, boshqa narsalar haqida ham gaplashishimiz kerak. Qisqa qilib, yangi T'Challa rolini David Johnson ijro etadi. Hikoyada u asl T'Challaning o'g'li sifatida namoyon bo'ladi. Ghost Rider Arvoh poygachi filmi rasman e'lon qilindi. Bosh rolni Ryan Gosling ijro etadi. Film rejissyori Shavon Levy. Film 2026-yilda chiqishi rejalashtirilgan. MyFilmNews.uz nomi ostida Instagram kanal ochganman, shu uchun obuna bo'lib qo'yinglar. Har kuni qiziqarli 2-3 ta qiziqarli reelslar qo'yaman. Kanalga opsiyada nomi esa MyFilmNews.uz. Qasoskorlarga o'tsak, bilasizlar, Qasoskorlar Tour intiho filmi sentabr oyida yana boshdan kinoteatrlarda premyera qilinadi, yangi sahnalar va qo'shimchalar bilan. Shu uchun Comic Con'da yangi treylerni ham ko'rsatishdi. Insiderlar aytishicha, hammasi shu, hech nima почти o'zgarmagan. Doomsday, ya'ni qiyomat kuniga keladigan bo'lsak, Comic Con'da Doomsdayda ishtirok etuvchi personajlar chiqishdi, ya'ni asosiylari va filmdan yangi posterni ham ko'rsatishdi. Keyin Qasoskorlar Doomsday, ya'ni Qasoskorlar qiyomat kuni filmining yangi treyleri namoyish qilindi. Yangi treyler Hall Age ichida eksklyuziv treyler sifatida ko'rsatildi, faqat pul to'lagan muxlislar uchun. Unda Doktor Doom juda katta xavf sifatida tafsirlangan. Doom Sentinel armiyasidan foydalanayotgani ko'rsatilgan. Reed Richards va Doom o'rtasidagi jang ko'rsatishdi. Bir nechta qasoskorlar qahramonlari mag'lub bo'layotgani aks etgan va o'limlarni ham ko'rsatishgan. Demak, film rostdan ham internetda portlatib yuboradi. Bu treyler yopiq tarzda faqat kelganlar uchun ko'rsatilgan va bu treylerni Marvel qanchadir muddatdan keyin internetga qo'yadi. Shunday ekan, kutamiz va filmda Stevening xotini Peggy ham ishtirok etar ekan. Hammasi o'zi uni deb bo'tdi, nima chiqmas ekan. Xullas, Doomsday haqidagi barcha yangiliklar, ma'lumotlar shu, boshqa hech balo yo'q. Keyin O'rinchiq odam Thor yangi kun filmi haqida ozgina gap ketdi va sahnaga Punisher jazolovchi personajining aktyori Jon Bernthal chiqdi. Keyin Kevin Feige film haqida ham qisqa yangiliklar berdi va Marvel ushbu loyiha hali ham Marvelning asosiy muhim qismi ekanini tasdiqladi, ya'ni asosiy proyektligini. Va bizga yangi 7-faza proyektlarni ham ko'rsatishdi. Hammasini emas, 3-4tasini. Birinchisi bu Arvoh poygachi, ikkinchisi Qora Pantera, to'rtinchisi X odamlar ko'rsatildi. Keyingi Comic Con'da ham yangi proyektlar ko'rsatiladi va 7-fazada to'liq qanday proyektlar bo'lishini bilib olamiz. Bu yangiliklarni esa men sizlarga aytib turaman. Shu uchun kanalga obuna bo'lib qo'ying. Yana bir marta eslatib o'taman, MyFilmNews.uz nomi ostida Instagram kanal ochganman, shu uchun obuna bo'lib qo'yinglar. Har kuni qiziqarli 2-3 ta reelslar qo'yaman. Kanalga opsiyada nomi esa MyFilmNews.uz. Davom etamiz. Xullas, Comic Con zo'r bo'ldi. Qisqa bo'lgani bilan zo'r va dahshatli proyektlarni ko'rsatishdi. Endi esa bularni chiqishini kutamiz va tez orada Qasoskorlar qiyomat kuni filmining ham yangi treyleri chiqib qolishi kerak va shunda birinchi bo'lib tahlilni meni kanalimda ko'rasiz. Shu uchun hozirroq obuna bo'lib qo'yinglar, chunki har doim birinchi treyler tahlil va film tahlili meni kanalimda chiqadi.
Qanaqadir kinokompaniyalaridan yoki umuman reklama yo'qligi uchun har doimgidek o'zimni necha yillik va sodiq dizaynerimni sizlarga tavsiya qilaman. Ya'ni Aventic dizayneri, adashmasam oplar 3 yildan oshiq professional dizaynerlar hamma ish kompyuterda qilinadi va juda sifatli. O'z vaqtida narx ham yaxshi, uncha qimmat emas. Ichki portfolio kanallarini opsiyada qoldiraman, bemalol 30 zakaz bersanglar bo'ladi. Bugungi videoda sizlar bilan Comic Con 2026 ni tahlil qildik va unda bo'lgan barcha loyihalar, proyektlar haqida gaplashdik. Video haqida va filmlar haqida savollar bo'lsa, kommentariy ochiq, bemalol xohlagan savollarni beraversanglar bo'ladi. Oxirgacha ko'rganlar uchun rahmat. Shunaqa qiziqarli videolarni chiqaraman, shu uchun kanalga obuna bo'lib, like bosib, shunga o'xshagan qiziqarli videolarni o'tkazib yurmaslik uchun qo'ng'iroq tugmasini ham bosib qo'yinglar. Bosib qo'ygan bo'lsanglar, hozircha xayr, keyingi qiziqarli videolarda ko'rishguncha.